Assalomu alaykum hurmatli arkadaşlar. Mana haftani ham boshlab oldik. Biroz texnik nosozlik, shu biroz tahlil qilamiz. Euro dollar parasidan boshlaymiz do'stlar. Euro dollar parasi 1 soatlikda do'stlar. Bay kecha short signal bergandim, bay yurish kerak dedim. Lekin bay yurish kerak. Ikkita bitimimiz bor, kuzatamiz. Lekin meni fikrim 4 soatlik time frame ga qaraganimizda do'stlar, mana shu bo'lga ikkinchi marta tepkisi kelyapti ekan. Lekin trend sel shu yerda yechish ehtimoli ham bor do'stlar. Katta risk qilmanglar. Shu minimumda yechib 1.16.312 gacha tushib, shu yerda ya haftalik ya kunlik nima bor, yashil chiziq, shu yerga kelib shu yerdan qaytish ehtimoli ham bor. Shunga katta risk qilmanglar. Kichik risk bilan 1 soatlikda kirsalaring bo'ladi. Mana tagida bay signal beryapti, bay bo'lga kuzatamiz. GPP'da paramiz do'stlar, GPP'da 1 soatlik kecha signal bergandim, shu yergacha yuksalib, aytganimizdek biroz yuksaldi, tushishda davom etyapti. Bitimimiz bor edi, tepadan tek profitini oldi, shu yerga qo'yganim tek profitni oldi, lekin hali tushish davom. Agar shu yerga tushadigan bo'lsa, o'rtoqlar, do'stlar, pastgacha tushadigan bo'lsa, u holda euro dollar paramiz ham pastga qadar tushish ehtimoli bor. Kuzatamiz buni ham. Shu yerga limit qo'ygandim, limitga kelmadi. Yuqorida ochilgan nimamiz tek profitini oldi. Avstraliya dollari do'stlar. Avstraliya dollari arkadaşlarda bu da bitimimiz vardı. Hala düşüşte devam ediyor. Mana shu yerga tepkisini verecek dedik. Tepkisini verdi ve düşüşte devam etyapti. Bunda da signal vermiştim. Tek profitimizga qarab geliyor arkadaşlar. Buradan bay bergandik. Buradan sel kirganlar, foydalanayotganlar va'dani bersin. Bizni qo'llab desteklayotganlarga teşekkürler ki şu videolarımız kamida 100 ta like bo'lsin. Biz 1000 ta so'ramaymiz, 100 ta like bo'lsin maksimum. Haftada 2-3 marta bozor tahlilini chiqaracağız arkadaşlar. Nazadusida paramiz do'stlar, bu da 1 soatlik. Bunda bitimimiz bor. Baydan bay bitim signal berganda tek profitlarni oldi, sel bitim. Tek profitimiz mana shu yerda pastgacha tushish ehtimoli biz shu yo'lga qo'ydik. Tushda davom etir. Buni da kuzatamiz. Usuda CP paramiz do'stlar. Usuda CF. Bilmaganlarga bir qator ko'rsatib ketyapman. Bunda da bay bitimim bor edi meni. Lekin signal qisqa muddatli uchun bermagandim. Tek profit shu yerga qo'ygandim. Balki shu yerdan, balkim shu mana shu yashil chiziq do'stlar, kunlik ya haftalik ochilishi bo'lishi mumkin. Shu yerlardan ya shu yerdan yozim, shu yerda o'zidan menimcha shu yergacha chiqish ehtimoli bor. Keyin orqaga dönamiz. Keyin de bo'lmaysizlar. Kamera biroz nimaroq. 4 soatlikda ham bay do'stlar. Mana shu yashil chiziqni qirsa biroz bayga ketish mumkin. Bo'lmasam tez qilgan yana pastga tushish ehtimoli bor. Kanada dollari arkadaşlar, 1 soatlik time frame. Bay signal bermadim bundan to'g'risi. O'zimda bitimim bor edi. Kecha mana shu yerdan yana bitta bitim qildim. Birinchi, ikkinchi tek profitlarim. Maksimum 100 ta like qilsalaring arkadaşlar, har videomizni qo'llab-quvvatlasalaring
kechamiz 2 kunda bir bozor tahlilini short signallarda berib boramiz. Prosmotr tushib ketganiga video ham qilganimiz kelmay qoldi. Boshqa ishlarimiz ham bor. Buni kuzatamiz do'stlar. Oltin kecha bitimlarim bor. Bugun ham ertalab ikkinchi bitimimni qildim. Tik profit teparog'i gold bu 5 minutlik time frame. 15 minutlik time frame arkadaşlar mana tik profitda shu yerga qo'yganman, tagidagi bitimimdik. Bezu bitga. Buni ham 5 minutlikka qarab qo'yganim mayli. Katta time frame. 5 minutlikda. Birinchi kez tek profitlarimiz arkadaşlar gold. Kuzatacağız bunu da 1 minutlikda. 1 minutlikda mana arkadaşlar sel bitim beryapti, sel signali veriyor. Lekin pastda ikkita minimum haligi haftalik, kunlik yashil chiziqlar bor. Ularni tepasida kapanishi oldiga qadar bay yuracak. Mana birinchisidan o'sha qaramadi, yashil chiziqdan yuqori qarab harakatlanyapti. Dollar indeksimiz bay bitim vardı dün. Shunga qarab oltinda savdo qilaverasizlar arkadaşlar. Bay bitim vardı, o'zi tek profit topdi. O'sha yashil chiziqqa borib selga harakat qilamiz arkadaşlar. Chunki 4 soatlikda sel trend bo'lish kerak. 4 soatlikda ham do'stlar mana o'sha yashil chiziqni orqaga dönabilir. Usuda GP'ye paramız. Usuda GP'ye paramız ham kuchli tushishdan sonra yollanma harakati yetiyor ama hala bayda bitimim var. Sel bitimlarni kapattim. Bay bitim var. Gün bakacağız. Nereye yollanma hareket no farımda mı bilmiyorum. 4 saatlikte de bay arkadaşlar. Nereye kadar gidecek? Güzeleceğiz. Dow Jones. Bunda da sel bitim vardı. Bunda short signalini vermiştim. Başka kanalında bilmiyorum. Şurada yeşil çizik varmıştı. Ona göre mesel bitime girdim. Küçük risk bilen Dow Jones. Şu benim maksimumda yangilab sonra yuqoriga dönabilir. Lekin sel arkadaşlar. Belki şuraya kadar da çıkabilir. Şuraya da çıkıp keyin şu yerden orqaga gidebilir. Do'stlar, Bitcoin canlandı bu hafta 81.000 üzerine çıkış ihtimali var. Limit qo'ydik kichik risk bilan. Mana shu bo'lganimiz mana haftalik va kunlik o'rtalama ochilgan joy mana shu yerda qaramadi. Hep şuradan tepki olib yuqoriga yükseliyor. Kuzatacağız. Onu da 81'e çıksa kichik risk bilan tasdiq bersa selga harakat qilib ko'ramiz. GBP paramiz bu ham yollanma harakat. Usada GBP hammasi, Euro GBP havlar hozir hammasi bir xil yo'nalishda. Hozir bitimga kirganmiz, bay bitimda sev qilganmiz. Pashti yerisini ushlab turacağız, bekleyeceğiz. Bezu bitga qilganmiz arkadaşlar. Bugungi bozor tahlili shulardan iborat arkadaşlar. Bizi destekleyen, like bosgan arkadaşlarga çok teşekkürler, bol şanslar bu haftada.
bizni kuzatishda davom eting. Herkesiga bol shanslar. İyi günler.